Mashinada charchab qolmadingmi 12 soat? Yaxshi keldingizmi? Qanaqa o'zgarish bo'ldi birinchisidan keyin? O'zgarishmi? O'zini fikrlashini bildiryapti. O'zini borligini bildiryapti. Yo'q. Kiyinmayman, yemayman. Tarbiyasini buzib beribman deb stepkatsiya qilib. Keyin mashinaga chiqsak, o'tirib olar edi. Chiqyapti-da, to'riga o'tirib oladi. Tarafga o'tirib olyapti. To'y beryapti boshqalariga. Keyin bo'lsam, biror narsani ko'rpani to'shasak, shu olaman desam, yo'q dedi. Buni momom to'shadi deydi. Uni deydi. Birinchi osteopatiyamdan keyin liftga chiqqandan keyin o'zini etajini bosish boshlabdi. Keyin u naqada Surayyo ham aytuvdi. Surayyo hamkasbim osteopat. Uni ham bolalari shunaqa qilibdi-da. Liftga chiqib, osteopatiyadan keyin ularni patsientlar o'zini etajini bosib kiribdi-da. O'tgan safar meni ham patsientim shunaqa deyapti.